Yo'q, agar ko'krak bezi saratoni kasalligiga chalingan bemorlar gormon terapiya назначение qilingan bo'lsa, bu tabletkalarni ichsa bepushtlikka olib kelmaydi. Ko'krak bezi saratonini stadiyasi katta bo'lib, gormonlarga sezgirligi bor turi bo'lsa, ba'zi hollarda tuxumdonlar funksiyasini o'chirish kerak bo'ladi. Shu holda ba'zi hollarda xirurgik operatsiya qilinadi, ya'ni tuxumdonlar olib tashlanadi. Bu narsa bepushtlikka olib keladi. Agar tuxumdonlar funksiyasini Zoladex preparati bilan o'chirib gormon terapiya o'tkaziladigan bo'lsa, Zoladex to'xtagandan keyin bemorlarimiz yana farzand ko'rishlari mumkin bo'ladi. Tuxumdonlar funksiyasi полностью tiklanib ketadi. Shunga agar kimdir farzand ko'rish niyati bo'ladigan bo'lsa, buni davolovchi vrach bilan oldindan maslahatlashish kerak.